Aka-uka bir paytlar bir xonada turardik. Akam men akamni juda yaxshi ko'rardik. Hovlimiz ham katta edi. O'sha paytda fayzi ham bor. Bugun bo'lsa yer talashdik. O'rtaga tushdi devor. Akam meni urishmasdi, yaxshi ko'rardi doim. Ovsinlar ham opa-singil bir-biriga muloyim. Endi bo'lsa xotinlarning gapiga qilib e'tibor. Akam bilan yer talashdik. O'rtaga tushdi devor. Ayol makri aralashsa oqibat bo'larkan jim. Bu dunyoda uy-joyin olib keta olarkan kim? Bir qoringa sig'ganlarga katta hovli bo'ldi tor. Aka-uka uy talashdik. O'rtaga tushdi devor. Hamma havas qilar edi akajon bizga doim. Bolalarning o'rtasiga nega tushdi kelinoyim? Go'daklarning sho'xligidan bahona qilib tayyor. Aka-uka yer talashdik.